Hayit namozi qanday o'qiladi? Hayit namozi 2 rakat namoz bo'lib, quyidagicha o'qiladi. Avvalo, hayit namozini o'qishga niyat qilinadi. Imom Allohu akbar deya takbir aytishi bilan namoz boshlanadi. Qo'llarni qovushtirib turib, hamma o'z ichida sano duosini o'qiydi. So'ngra takbir yana aytiladi. Qo'llar qovushtirilmasdan yuqoriga ko'tarilib, keyin yon tomonga tushiriladi. Bu birinchi takbir hisoblanadi. Ikkinchi takbir ham xuddi shunday bajariladi. Qo'llar yuqoriga ko'tarilib, so'ng pastga tushiriladi. Uchinchi takbirda birinchi rakatni ado etayotganimiz uchun qo'llarni ko'tarib, so'ng qovushtirib qiyom holida turamiz. Keyin imom Fotiha surasidan keyin bir zam surani qiroat qilgach, ruku va sajda qilishga kirishiladi. So'ng ikkinchi rakatga turiladi. Ikkinchi rakatda imom Fotiha va yana boshqa bir zam surani o'qiydi. Keyin u Allohu akbar deya birinchi takbirni boshlaydi. Qo'llar yuqoriga ko'tarilib, keyin tushiriladi. Ikkinchi va uchinchi takbirda ham qo'llar xuddi shu tarzda tepaga ko'tarilib, keyin tushiriladi. To'rtinchi takbirdan so'ng ruku qilinadi. Ruku va sajdalar ado etilganidan keyin esa o'tirgan holda tashahhud, salovat va Robbana duosi o'qilib, salom berilgan holda namoz tugatiladi. Bundan keyin imom xutba o'qishni boshlaydi. Xutba tugagach esa hayit namozi ham yakunlanadi.